Ukajon, o'g'lim, assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Shu bolamga bitta kuzgi kiyim olib bermoqchi edim. Sizlarda kuzgi kolleksiyalar bormi? Ha, bor. Bizda как раз aksiyaga ketyapti. Mana shu trubkanimizning narxi 149 ming so'mdan. Shuncha chiroyli. O'g'lingiz razmeri necha? O'g'limni razmeri. Ha, ana shu boladay bor-da. O, brat, bir minut chiqarib oling. Hamma? Ha, siz. Mana shu bitta jib ko'ring. Ya, как раз-da mana razmer. Yarashdimi? Ha, bajana qilsin, o'g'ri. Ha, o'g'ri. E'tibor bermang, shu odamlar ko'payib ketdi-da aka. Yo, oldingda xijolat bo'laman. Yo'q, hammasi yaxshi. Mana akajonim, paltolarimiz aksiyada 149 ming so'mdan. O'g'lingiz razmeri necha edi? Razmeri. Mana shu yigitday bor-da. Ey aka, bir minut qarab oling. Qarab ol, o'g'lim. Ha aka, mana shu kiyib ko'ring, iltimos. Ya, как раз-da mana razmer. Yarashdimi? Ha. Ha, eshak, tarbiyasiz. Mayli, e'tibor bermang. Xijolat bo'lyapmanmi? Yo'q. Shimlarimiz ham aksiyada 99 ming so'mdan. O'g'lingiz razmeri necha? Bu mana shu yigitday bor-da. Aka, bir minut qarab oling. Manmi? Ha, siz. Mana shuni kiyib ko'ring aka. Hop. Как раз mani razmerimda. Ya, как раз? O'g'lim ham shunday o'lchaydi razmeri. Ha, Gaston! Maxluq! Odamlarda insof qolmadimi, o'g'lim? Qolmadi. Nimaga ota-onasi bularga qaramayapti? Oyoq kiyimlaringizning hammasi 99 ming so'mdan. O'g'lingiz razmeri necha? Yo'q, qachon oldingda men bizdan xijolatman. Olaman. O'g'irlab ketishi mumkin buni ham. Qabul et. Ha, o'sha krossovkani. Zo'r qilding-a, dada? Shunmi zo'rini oldim-da, dada. Sen gapirma babchi. Sen nima qaltirab qolding? Sezdirib qo'yay deding. Ay, yomon qaradi, qo'rqdim-da. Qo'rqsang yig'ishtiraylik bu kasbni. Yig'ishtiraylik, qo'yaylik onasini emas.